Moskva, O'zbekiston taksilar mana. Andijonda Cobalt'lar aka ukalar mana. Tamojdnidamiz mana. Ketmoqchi, kelmoqchi bo'lgan aka ukalar bo'lsa, ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi mana. Mana bu yoqda ham Cobalt'lar bor mana. 6 ta 7 ta mashina bitta olib chiqib ketilyapti. Chotki, idealniy состоянияda mana Cobalt'lar. Andijonda Cobalt'lar. Zolotoy Koronadan qarzi bor. Telefon olgan aka-ukalarni ham chotki qilib olib ketilaveradi mana. Idealniy состоянияda Cobalt. Mana aziz vatandoshlar. Ekranda ishonchli shu shoferlarda Sashisi nomerlari bo'ladi. 88 nomerlarga behijolat bog'lansanglar bo'laveradi. Chotki, idealniy состоянияda Cobalt'lar mana. Damda olyapti akalarim, ha? Yo'llar qalay aka, yaxshimi? Nima deysiz shu Moskvadan ketmoqchi bo'lganlarga? O'zbekistondan chotkimi? Qiyinchilik yo'qmi? Damda olib maza qilib ketyapsizlar, to'g'rimi? Mana andijonlik bolalar mana. Chotki, idealniy состоянияda mana 4-8 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli. Nech pul berdingiz aka yo'l puli? Realniy bo'lsa? Yo'l puli 9000. 9000 rubl. Ash turgan joyingizdan oldi, to'g'rimi? Bez dokumentlar ham bormi ichinglarda aka? Qanaqa bezlar? Endi registratsiyasi yo'qlar, rasxod qilyaptimi? Mana aloqaga chiqaverasiz. Shofersizmi aka? Aka, bitta birozim suhbatga tortamiz. Andijonlik bolalar ham ko'radi. Andijonda qayerdansiz? Andijon Qorasuvdan. Qorasuvdan. Muxtlar tarafdanmi, Xirqlar tarafdan? O, akamizdan Pradodagi. Qo'shni. Ha. Bir devor. Nech pul olyapsiz aka? O'zbekistondan 9000, 10000 joyiga qarab. Adresdan adresga. Adresgacha ishon. Chotki mana Cobalt'lar. Passajirlardan muhim Mana chotki. Qayerga kelyapsizlar aka? Yaxshimi? YouTube'ga joylab qo'yaman, chiroyli qilib, ishonchli mana shu nomerini qo'yib, shofer akamiz katta admini bor, shu nomerini qo'yib qo'yaman 88. Chotkimi ishonsa bo'ladimi aka? YouTube'da ham har xil videolar ko'payib ketganda aka, bo'lar bo'lmas videolar ko'payib ketgan. Shtob musofirlar kelyapti turib, primoy shofer topa olmayapti. Shuning uchun men chiroyli qilib YouTube'ga joylab qo'ymoqchiman aka. O'zim manza 2 yildan beri mana shakalar bilan qatnayman-da. Chotkimi? Yaxshimi yo'llar? Qachon chiqadinglar yo'lga aka? Yo'lga shu kechik payt chiqdik-da, chegaradan o'tib. Tamojdnilarda zaddeshka bo'lmadi, chotki bo'ldi, to'g'rimi aka? Hamma yo'q joyida, to'g'rimi? Shoferlar muomalalari ham chotki, ha? Andijonliklar ekanda hammasi. Gap so'z yo'q aka, oq yo'l yaxshi yetib olinglar mana. Idealniy, bu ham mana Andijon nomerda aka-ukalar. Zing mana diqqillatib olib borib qo'yadi. Adresdan olib, adresga tashlaydi. Zolotoy Koronadan qarzi bor. Registratsiyasi просроченный bo'lganlarni ham chotki qilib, idealniy qilib olib ketamiz mana. Qizilo'rdadamiz mana. Oshxonaga to'xtalgan. Hozir ichkarilarni ham chiroyli qilib obzor qilib beraman, ko'rasizlar aka-ukalar. Chotki idealniy состоянияda Cobalt'lar mana. Vodiy voha O'zbekistonda 12 ta viloyatiga taksi xizmatlari mana. Akalarimizni ham ketayotganlarni ham bir qator suhbatga tortdik. Ichkariga ham kirib, ichkarida holatlarni ham ko'rsatib o'taman aka-ukalar. Mana shu Cobalt. Ochiqqa bekitib qo'ydimi? Mana. Bitta dildan suhbat qilaylik aka, turing. Qayerdan aka? Qashqadaryo. Nima deysiz Qashqadaryolik akalarga? Yaxshimi? Yoqdimi? Yo'llar yaxshimi aka? Zerikish yo'qmi? Toliqish yo'q. Yaxshi, ha aka? Nech pul berdingiz yo'l puli aka? Sir emas. 10000 rubl, 9000, 10000 beribsizlar-da. Mana shu uch mashinada ketyapsizlarmi? Ikkitada. Mana Qorasuvdan akamiz. Taniganlar bo'lsa, Andijonlik akalar bo'lsa, urib-averasizlar mana. Chiqarasizlar. Andijonliklar hamma joyda bor, ha aka? Andijonliklar hamma joyda bor. Qas shaharlarga aka. Nijnikamiz Chelni, Ufa, Ijevskiy. Odam pochta, xudo xolasa 100% ishonchli. Men bolalardan so'raysiz, qani u narsadan so'rasangiz yaxshi bilan necha yildan beri ketyapti. Nechinchisi aka yaxshi bitta mana mashina ham ochildimi?
Yo'qmi? Nima deysiz aka shu bolalarga? Yildan beri kelib ketasiz men bilan aytib qo'ying, necha yildan beri qatnaysiz? 2,5 yil bo'ldi mana ketayotgan. Chotki ketilyapti, to'g'rimi aka? Aka biz registratsiyasi o'tib ketganlarchi qanaqa rasxod bo'ladi yo'lda aka? Dangal. Ularni ham olamiz. Ularni ham chiqimlicha bo'ladi, olamiz ularni ham olib kelib yetkazib qo'yamiz xudo xolasa. Mana idealniy sosteniyada mana yerda uchib boradigan legenda Cobalt'lar mana oppoqqina. Yer samolyotlar mashhur. Yer samolyotlar mashi mana Qorasuvli akamiz mana. 4 ta 5 ta Cobalt'ni bitta qilib billak mana oldi qilib yuradi akamiz mana. Chotki ancha yillardan beri qatnaydi mana aka-ukalar. Ketmoqchi, kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar bo'lsa, ekranga shu Qorasuvli akamizni nomerini chiqarib qo'yamiz mana. Abdushiga chiroyli qilib YouTube kanaliga olib joylab beryapman. Shtobi nomer tanlashda adashmanglar vatandoshlar. Like, podpiska, bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir ichkaridagi holatlarni ham ko'rsatib o'taman. Ko'rasizlar mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Chotki idealniy sosteniyada mana o'zi biladi, yopishtirishibdi mana gazlari bilan. Chiqilaveradi mana aloqaga. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga mana. Idealniy sosteniyada Cobalt'lar. Nima gap aka, yaxshimi? Bo'ladi, xudoga shukr. Chotkimi, qiynalishlar yo'qmi? Ayting bu YouTube'dagilarga savet bering, samolyotmi, lehkovoy mashinami? Lehkovoy mashinada sayohat qilib, hamma yoq qo'y-qo'zi o't bilan tomosha qilib ketaverasiz. To'g'rimi aka? Nech pul berdingiz yo'l puli aka? Hammadan intervyu oldim. Yo'l puli 10 ming. 10 ming rubl, 10 ming 9 mingdan beribsizlar. Eng qimmati 10 ming rubl ekanda aka. Dokumentlar joyidami? Hammasi joyida. Gap yo'q aka. Oq yo'l yaxshi yetib olinglar. Qayerdansiz aka? Qashqadaryoliklarga nima deysiz aka? Gazini bosishsinmi? Hammaga omad. Gazini bossin. Mana vodiyda shopirida ketyapsiz, to'g'rimi aka? Xudo xolasa shunday. Primoy Qashqadaryogacha,mi yoki Toshkentgacha?mi? Rossiyaga-ku. Ha, Rossiyaga ketyapsizlar, ha? Mana chiqilaveradi Cobalt'lar. Hozir ichkarida mana kafelarni ham ko'rsatib o'taman aka-ukalar. Like'ni, podpiskani bosishni unutmanglar mana. Shuncha aka-ukalar. Qayerdansiz aka? Ketyapsizmi siz ham? Qayerda? Mana hijolat o'lyapti akamiz. Kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar ekranga ishonchli 4-8 nomerni qoldiramiz. Behijolat abrashatsiya qilaverasizlar. YouTube tarmog'ida ham har xil bo'lar, bo'lmas videolar ko'payib ketgan. Shuning uchun mana spesialniy men o'zim yo'lga chiqib, hamma mashinani o'zim obzor qilib beryapman. Mana aka-ukalar. Cobalt chiqilaveradi. Qizilo'rdadamiz mana aka-ukalar. Like'ni, podpiskani bang'illatib urvaringlar. Shuncha mehnatga tellab pishib mana gapiryapmiz mana aka-ukalar. Cobalt mana. Bu ham Anjonlilar mana. Anjonlilar keldi deydi-yu, xuddi o'sha aka-ukalar mana. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. 9 ming, 10 ming rubldan olib ketamiz. Adresdan olib adresga tashlaymiz aka-ukalar. Mana bu yoqda ham bitta Cobalt turibdi mana. Bu ham chotki idealniy sosteniyada mana aka-ukalar. Like'ni, podpiskani bosishni unutmanglar aka-ukalar. Hozir mana bu kafeni ham ko'rsatib o'taman ichini. Aloqaga chiqaverasizlar aziz vatandoshlar. Mana shunaqa joylarda u yoqda mana dush, banya, manya hamma yo'q bor aziz vatandoshlar. Chotki ketiladi, sayohat qilib ketaverasizlar. Mana kafelarni ham ko'rsatib o'taman mana aka-ukalar. Toza, ozoda, pokiza mana aka-ukalar. Chotki kelinaveradi mana. Idealniy sosteniyada mana bari klientlar o'tiribdi mana aka-ukalar. Like'ni, podpiskani bosishni unutmanglar aka-ukalar. Qizilo'rda choyxona mana aka-ukalar. Dush, banya hamma yo'q bor. To'g'rimi aka? Aloqaga chiqaverasizlar mana. Mana bu yoqda ham mana lehkovoy mashinalarimiz bor aka-ukalar. sakkiz nomerlarga behijolat bog'lansanglar, Ulug'bek akamiz o'zi olib shu mashinalarga joylaydi. O'zbekistondan ketmoqchi bo'lgan, Rossiyadan ketmoqchi bo'lgan aka-ukalar ham O'zbekistonda 12 ta viloyatiga shunaqa jaydari Cobalt'larimiz bor mana aka-ukalar. Super idealniy sosteniyada mana.
Like'ni, podpiskani bosishni unutmanglar aka ukalar. Самый главный nomer tanlashda adashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta-bittadan like tugmasini ezinglar aka ukalar.